Assalomu alaykum do'stlar. Bishkek shahrida bunday bir sizlarga unikaldi chayxonani ko'rsatib qo'ying. Bunday voleybol degan chayxonani ko'rgansizlarmi? Chempion voleybol degan chayxona bor ekan. Hatto bunlar sharti bilan qurib tur. Buni qattiq bir baykalarimiz qurib tur. Bunda moykasi, oshxonasi, bundan ikinci etajda sport zali da var ekan. O'ta soni. İçine girip çıktık biroq. Bishkek shahrining bor-borina bu degan so'z voleybol önüge o'tadi degan belgisida. Voleybol o'ynovchilardan любительдердин soni o'sib o'tadi degan so'zda. Bu degan so'z voleybol o'yinin Kırgızstan eli suyat degan so'zda. Alga Kırgız voleybolu.